Fabio Cannavaro yaqin orada O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyligi lavozimidan ketishi mumkin. Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislari. E'tiboringiz markazida FIFA 90+ kanali. Jurnalist Aleksandr Troyskining bergan ma'lumotlariga ko'ra, Osiyo Kubogida terma jamoani yangi mutaxassis boshqarish ehtimoli ancha yuqori. Bunday qarorga kelinishiga O'zbekiston terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtiroki sabab bo'lgani aytilmoqda. AQSh, Kanada va Meksika maydonlarida o'tgan mundialda vakillarimiz guruh bosqichidan o'ta olishmadi va barcha 3ta uchrashuvda imkoniyatni boy berishdi. Terma jamoamiz Kolumbiyaga 1-3, Portugaliyaga 0-5 va Kongo Demokratik Respublikasiga 1-3 hisobida mag'lub bo'lib, o'z guruhida birorta ham ochko jamg'ara olmadi. Fabio Cannavaro O'zbekiston milliy terma jamoasini 2025-yilning 6-oktyabr kuni qabul qilib olgan va Timur Kapadzening o'rnini egallagan edi. Italiyalik mutaxassis bilan 2+3 tizimida shartnoma imzolangan. Ya'ni dastlabki 2 yillik bitimga qo'shimcha ravishda kelishuvni yana 3 yilga uzaytirish imkoniyati ko'zda tutilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Cannavaroning yillik maoshi 4 million yevroni tashkil qiladi. Bu esa uni dunyodagi eng ko'p haq to'lanadigan milliy terma jamoa murabbiylar qatoriga qo'shadi. Biroq bunga qadar O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov bu mablag'ning katta qismi turli bonus to'lovlaridan iborat ekanligini, asosiy kafolatlangan maosh esa pastroq ekanligini ma'lum qilgan. Hozirgi vaqtda UEFA Cannavaroning kelajagi borasida hech qanday bayonot bermagan. Sizning fikringiz qanday? Cannavaro terma jamoani tark etishi va o'rniga yangi murabbiy olib kelinishi shartmi? Albatta fikrlaringizni yozib qoldiring. Videoga like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Futbol davom etadi. Biz esa eng so'nggi yangiliklarni sizga yetkazishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.